Do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'plagan do'stlarimning talbiga asosan bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganim Gambian Soman. Ketidan xurishlar tövendikidek. Aldı bilan 15 santa atrofida kichik jizi qilib, inchik qilib eshib olamiz. Orqadan jizini inchik tortib, yana 15 santa atrofida qilib kesib tayyorlab qo'yamiz. Jizini amalda inchik qilib tortiling. Cho'ng kichikligi videodagi holatda bo'lsa bo'ldi. Hamda qozon qaynaganda qozonga tuz silib, cho'pni silib cho'ki bilan ilishtirib olamiz. Eng muhimi shuki, cho'p ozroq pishishig'ilam suzib elib, muzdek suda oz deganda 3 qatim yuvib olamiz. Cho'pga ozroq may, jangyu silib, ilashtirib olib qo'yamiz. Go'shtga jangyu, sumi, kavocin silib, ilashtirib olib qo'yamiz. Qozonga may qo'yib, ozroq qizigandan go'shtni silib, qizartib qo'rib bo'lgandan keyin qizil lazini silib qo'raymiz. Orqadan so'ng piyoz, samsoqni silib, ishqi qo'riblan, ozroq jo'say silib qo'raymiz. Jo'say ozroq yumshaganda jangyuni silib, orqadan cho'pni silib olamiz. Eng yuqori o'tda qozondagi xurishlar bilan cho'pni tekshi ilashtirib qo'rib bo'lgandan keyin, ozroq qizil lazini bilan ko'k lazini silib, qo'rib 2 minutdan keyin tuz, ozroq vajavsin silib, tuzini tanshab bo'lgandan keyin qozondan chiqarsak tayyor bo'ldi. Qanday savolingiz bo'lsa, tuansiz qoldirib qo'ying. Kelargi videoga kelishaylik. Xayr xo'sh.